Holatni o'zinglar ko'rdinglar. Avvalambor qoida bo'yicha tushuntirishni Cobalt-dan boshlaymiz. Hurmatli haydovchilar, sizlarning oldinglarda 542 hamma yo'l berib o'ngga burilib ketayotgan turgan bo'lsa va qizil yonib turgan bo'lsa, bilinglarki, o'sha sizlarning qatnov qismingizda piyoda uchun yashil yonib turgan bo'ladi. O'zingizlarga ishonch hosil qilib bosib o'tib ketmanglar. Piyodalar ham e'tibor bermas yuradiganlari bor. Mana holatni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Shular sekinlashib, e'tiborli bo'lib, hamma yo'l berib, ehtiyotkorlikni oshirib, keyin burilish kerak. Bu birinchi holat. Ikkinchidan, mana Samakatda individual transport vositasi deyiladi. Yo'l harakati qoidalarining 12.1 bandida yozib qo'yapti. Yaxshi o'qib chiqsanglar, individual transport vositalari piyodalar o'tadigan joydan uchib o'tishi mumkin emas. Yetilab o'tish kerak. Birinchi holatda o'zingizlar ko'rdingiz. Velosipedchi tushib olib, qoidalarga rioya qilib, yetilab o'tyapti piyoda sifatida. Lekin orqasiga individual transport vositasi uchib o'tgani uchun o'ziga o'zi tilab oldi. Qolganlarga ham tegishli qoidalarga e'tibor beringlar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmas.